Assalomu alaykum hurmatli Cherry obunachilari. Bugun sizlarga biz Cherry avtomobillarining gibrid turlari bo'yicha batafsil ma'lumot olamiz. Kimdan? Albatta, menejerlar tomonidan. Bugun bizga menejer Ijodbek akamiz to'liq ma'lumot berib o'tadilar. Xo'p, o'zlari ham mana avtomobilning qarshisida mehr bilan turibdilar. Assalomu alaykum Ijodbek aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Sonlaringiz yaxshimi? Xo'p, bizga gibrid avtomobillar haqida to'liq batafsil ma'lumot bersangiz, muxlislarimiz tomonidan berilgan savollardan biri hisoblanadi. Bo'ldi aka, sizga hozir Arizo 8 gibrid avtomobilimiz haqida to'liq ma'lumot berib o'tamiz. Bu avtomobilimiz ham elektrikka, ham benzinga yuradigan avtomobil. Xo'p. Tejamkor. Tejamkor deganingiz ya'ni 100 ga qancha yeydi? Bu avtomobilimiz 100 kilometrga 4 yo 3.9 litr rasxod qiladi. Xo'p. Trassadachi? Trassalarida agar buni rasxodi 3,5 rasxod qilishi mumkin. Demak, trassada rasxod yana ham kamayadi, to'g'rimi? Xo'p, ot kuchiga keladigan bo'lsak, qancha ot kuchi bor bunda? 347 ta ot kuchi bor. Chunki bu avtomobilimizda ham elektrik, ham benzinga yuradi. Tushunarli. Umumiy hisobda qancha kilometr bosib o'tadi, ham elektrda, ham benzin bo'lgan holatda? To'liq benzina baki bilan ham elektriskasida 1400 km bosib o'tadi. Xo'p, endi salon qismi bilan tanishtirib o'tsangiz juda ham ma'qul bo'lardi. Bu avtomobilimizni birinchi o'rinda kuzov qismi bilan tanishtirib o'taylik, hamda bu tushunarli bo'ldi. Nima desangiz shu? Bu avtomobilimizni ko'rinishi, tuzilishi jihatidan sportivniy mashin, hamda bu mashinamizni faralari LED, mashinamizni ko'rib turibsiz, juda ajoyib, juda chiroyli. Mashinasini flut qismida zavayd bo'ladi mashina, hamda oldiga kelsa ochiladi, yopiladi, mijigar, hamma narsasi bor bu mashina. Gap yo'q. Mashinani salonidan olib chiqqandan keyin qanaqadir rasxod qilish kerakmi navoroti uchun? Balon almashtirish kerakmi yoki nimadir qo'ydirish kerakmi aka? Bu avtomobilimizni mijozlarimiz xarid qilgandan keyin hech qanaqa rasxodsiz o'zimizni avtosalondan qo'shimcha naborotlar bilan chiqazib beramiz. Hamma navorot o'zini ichida. O'zini ichida bo'ladi. Bu avtomobilimizni salon qismini ko'rsatadigan bo'lsak, mashinani bitta ochsangiz. Xo'p, mana salonlari polniy, mana вообще materiallari zo'r ekan. Salonni kojniy, multimediali ruli bor ekan, klimat kontroli, kruz kontroli, hamma narsasi bor va simsiz zaryadlarigacha bor ekan. Xo'p, endi qolgan ta'rif o'zingizdan bo'lsin Ijodbek aka. Bu avtomobilimizda hali ko'rsatilmagan jihatlari, misol uchun ko'rmagan 360 kamera, panorama lyuk mashinamizda bizni mijozlarimizga kerakli funksiyalar. 360 kamera mashinamizning polniy holatini ko'rsatib turadi. Hamda bu avtomobilimiz panorama lyuk mijozlarimiz ko'p xohlagan, menga kerak deganlari uchun bu avtomobilimiz. Tushunarli. Panorama lyukni asosan yoshlarimiz osmonga qarab, mana bunaqa tomlarga qarab, osmonni bulutlarni tekshirib ko'rib ketaveradi-da endi. Xuddi shunday aka. Bu avtomobilimizni yana bitta bizlarda xuddi shunday crossoveri, bu sedani bu. Crossoveri bor. U haqida ham ma'lumot berib o'tamiz. Bo'ldi, tushunarli. Ketdik bo'lsa. Eng chiroyli joyini keyingi olib qo'ydingiz deyman, narxlari bo'yicha aka. Xuddi narxlari bo'yicha aka mijozlarimizga oxirida chiroyli batafsil ma'lumot berib o'tamiz. Bo'ldi aka, unda 8 Pro'ni ko'rsatsangiz. Videomiz davomida, ko'rish davomida bizlarni videomizga like, podpiska, kommentariy yozishni eslardan chiqmasin. Xuddi shunaqa. Bizlarda mana bu Tiggo 8 gibrid avtomobili. Bu avtomobilimizni xarid qilishdan oldin mijozlarimiz birinchi o'rinda xarakteristikasi hamda bu mashinamizni ko'rinishi, tuzilishiga baho berib o'tishadi. Bu avtomobilimizni shahar ichiga hamda trassalarga rasxodi 4 litr rasxod qiladi. Agar shahar ichida zo'r rasxod qilganda 5 litr rasxod qiladi. Hamda elektrikka buzini o'ziga 120 km harakatlanadi. Tushunarliman. Akalar sizlar aytasizlar, Enemarkani rasxodi ko'p, benzin ichib tashlaydi deb. Yo'q aka, mana. Ekonomishni biz Enemarkalarni topib qo'ydik. Xohlasanglar crossover, xohlasanglar sedan varianti bo'ldi. Qolgan ma'lumotlarni ham bering aka. Xuddi shunday. Aka, bu avtomobilimizda ko'rinishi, tuzilishi jihatlaridan Partronik datchik, 360 kamera, panorama lyuk hamda monitor ikkitadan jihozlangan. Bu avtomobilimizni mijozlarimiz kelib oilaviy tog'larga, dam olishlarga chiqish uchun 7 mestalik crossover avtomobilimiz. Demak, bunda 7 ta o'rindiq bor, bemalol uzoq safarlarga ham to'liq oila bilan borsa ham bo'ladi. Oila bilan bemalol harakatlanaveradi. Hamda bemalol 1200 km o'ylanmaydi, bemalol harakat qilib kelaveradi yana. Xo'p, buni ot kuchi nechta aka? Buni ot kuchi aka xuddi shunday. Buniki ham elektrikka, ham benzinga yurganning hisobiga 347 ot kuchi bor aka. Endi aka bilasiz, yosh bolalar sal o'yin qarog'i bo'ladi, sho'xliklari bo'ladi. Bunda qanaqa detskiy rejimlari, qanaqa funksiyalari bor? Bitta ko'rsatib o'tsangiz buni ham. Bunda ham detskiy rejimlari bor. Mashinamizda misol uchun Beskurchon do'st deysizmi
mashinada ochishda mashina yurayotgan 20 tezlikda ochgandan keyin avtomatik ishlar qulflanadi. Demak, o'zini o'zi qulflaydi. Harakatlanganda avtomatik qulflanadi deyishinglar. Xuddi shunday. Hamda mashinamizni eshik qismini ochganimizda, mashinamizda, avtomobilimizda har bitta narsalari ko'rinadi. Ichki salon qismini ko'rsatib o'tsangiz bo'ladi. Xo'p, salon qismini bitta ko'rsatamiz. Mana salon qismi. Boya aytganimizdek, вообще noodatiy rangda bo'lgan, mana mebelniy tusda bo'lgan. Torpedani pastki qismlari bor. Ruli shu multimedia rul. Simsiz zaryadka, paststakanchik, luklari ham mavjud, yopiq holatda turgan ekan. Salonlari ham, pamit sidenalari ham mavjud. Mana bunaqa sidena kontrollari bor, bemalol anaqa qilib ketsanglar bo'ladi. Sotib olib xarid qilsanglar bo'ladi. Eng qizig'i bunda massaj tizimi ham bor, shunaqami? Xuddi shunday. Yuring, endi massaj tizimini ham ko'rsatib o'tsangiz bizga. Mashinamizda balandligi, yerdan balandligi, klinistlari, hamma narsasi juda baland. Bemalol tog'larga chiqsa bo'ladi dedik-ku. Massaj misol uchun kelib turib, mijozlarimiz kelib turib, o'tirib, mana bu yerdan foydalanib, mana bu oldini ko'tarib, oyoqlarni dam oltirib, hamda mana bu yerda massaj qismini qo'shib, mijozlarimiz bemalol mana bu ishlashini ko'rsatsangiz ham bo'ladi. Demak, ishlashi bilinadi. Mana bilinadi, bemalol ishlashlariga e'tibor bersa, Gapim, yoshi katta otaxon onaxonlar ham bunaqa qilib oyoqlarini cho'zib ketsalar ham bo'ladi demak, to'g'rimi? Xuddi shunday. Ajoyib aka. Xo'p, yana qanaqa qulayliklar bor Tigo 8 Pro'ni? Bu avtomobilimizni qulayliklari shu 7 kishilik bo'ladi, massajlarda bo'ladi, monitorlarda bo'ladi, hamda bu avtomobilimiz rasxodida. Keyin bu mashinamizda zamosavanlik bo'ladi, har bittasi mustaqil o'zlari tushib chiquvchiga ega bo'ladi. Keyin bu avtomobilimizni bagaj qismida subwoofer deysizmi yoki hamma jihozlari bor. Misol uchun bagaj ochilib yopilishlari ham elektronika. Xo'p, bagaj qo'l qolib ketsa qisib qoladimi yo'qmi aka? Bunda detskiy rejimi bor. Yosh bolalar kelib qolishi mumkin yoki o'zini tashlab yubormasligi uchun detskiy rejimi bor, avtomatik qaytadi. Demak, avtomatik tarzda qaytadi. Qisib qolish ehtimoli umuman yo'q. Mana bu yerda subwooferlari ham joylashgan. Bemalol ko'rsatsangiz bo'ladi. Ajoyib. Akustikalari demak, вообще ajoyib, bemalol muzikalarni qo'yib, safarlarga borsa ham bo'ladi. O'zimizda o'zbekchada aytganda bomba zo'r deyishadi. Shunaqa aka. Xo'p, ana endi narxini gaplashamiz aka. Narxi bo'yicha mijozlarga ma'lumot bersangiz kelib. Bu avtomobilimizda crossover avtomobilimizda ikkita pozitsiyasi bor. Hozirda bu avtomobilimizga birinchi bu eng full pozitsiyasi hozir ko'rsatib o'tganimiz. Ya'ni ikkinchi pozitsiyasi. Xuddi shunday. Bu full pozitsiyasi 450 million so'm. Bu avtomobillarimizga mijozlarimiz 30 million so'm foyda evaziga xarid qilsa bo'ladi. 30 million so'm foyda evaziga, ya'ni avtomobilning tan narxidan 30 million so'm yonlariga qoladi, to'g'rimi? Bularni sizlarga bizlarga like bosib, podpiska bosib, bizlar kommentariyamizga yozsa o'zimiz bog'lanishamiz. Ha, demak faqat like, podpiska bosgan mijozlarimizga shunaqami? Xuddi shunday. Ajoyib. Sizlar ham 30 million so'm foyda evaziga mashinani xarid qilmoqchi bo'lsanglar, ushbu videoga like, podpiska, mana borsin kommentariy ham yozib qoldiringlar. Xuddi shunday. Endi Arizo 8 bo'yicha narxlar bo'yicha ma'lumot bersangiz. Avtomobilimizga bu Cherry modellarining ichida Arizo 8 gibrid avtomobilimiz yagona bo'lgani uchun bu avtomobilimizni hozirda o'zini tan narxini bo'lib to'lashga xarid qilib kelsa bo'ladi. Demak, foizsiz muddatli to'lovga ham olsa bo'ladi. Xuddi shunday. O'zini tan narxi, foiz penallarsiz xarid qilishadi. Ikkita avtomobilimizga ham xuddi o'sha holatda xarid qilishsa bo'ladi. Xo'p, Ijodbek aka, videoni yakunlashdan oldin bizning YouTube kanalimiz orqali kelgan mijozlarga, ya'ni YouTube videoni ko'rib, sizni qidirib kelgan mijozlarga albatta bonuslar qilib berasiz, to'g'rimi? Xuddi shunday. Bizlar har bitta mijozlarimiz haqida o'ylaganmiz. Ular kelishsa, avtomobillarimizdan tanishsa, ma'lumot olishsa hamda test drive qilib ko'rishsa, avtomobilimiz yoqsa, xarid qilish jarayonida bizlar ularga bonus qilib beramiz. Ma'lumot yetarli bo'lgan bo'lsa, hurmatli mijozlar, hurmatli obunachilar, ushbu videoga yana qaytarib o'tamiz. Like, podpiska bosishni esingizdan chiqarmanglar. Agar yana qanaqadir qo'shimcha savolinglar bo'ladigan bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldiringlar. Ijodbek akamizga yuzlanamiz, albatta javob beradilar. Bizning manzilimiz Samarqandda joylashgan, Yangi Zapchast bozor yonida Cherry avtosaloni. Sizlarni barchalaringizni kutib qolamiz. Qanaqa savollaringiz bo'lsa, bemalol murojaat qilaveringlar.